Viza karta orqali SIPga kirmoqchi bo'lsanglar, mana ma'lumotimiz bor. Kapital bankdan oshirilgan Visa Infinity mana ko'rayotganinglardek, bu Visa Capital orqali biz hozir SIPga kiramiz Pekinga. Umuman pul to'lamaydi. Asosiy narsa Visa Infinity olgandan keyin oxirgi ketayotgan kuninglardan oldin 30 kun oldin ichida sizlar 6 million so'm оборот qilishingiz kerak. Ya'ni оборот qilib bo'lganinglardan keyin mana SIPga kirib, bemalol Pekinga SIPga kirib, ovqatlanib, shvetsskiy stolda ovqatlanib ketishingiz mumkin bemalol. Ichkarini hozir ko'rsatamiz kirib. SIPga ichiga kirib oldik, o'tib oldik hamma joydan. Shu viza karta orqali aytganimdek. Endi bu viza kartani nima afzalliklari bor desanglar, SIP Toshkentga kirsanglar bo'ladi bemalol. Yiliga adashmasam 4 marta. Dragon Pass orqali 6 marta dunyoning любой aeroportlarida kirsanglar bo'ladi SIP zonaga. Uni programmada ko'rsatib turadi o'zi 6 martaligini. Toshkent SIPi boshqacha hisoblanadi. Bu yoqda programmada ko'rsatmaydi. O'ziga kelganinglarda o'zi terminalga urib, sizlarda ruxsat bormi, yo'qmi o'shani ko'rib beradi. Keyin bu karta orqali mana SIPga kirasizlar, restoranga kirsanglar bo'ladi. Bagajni tekinga upakovka qilsanglar bo'ladi. O'rab beradi. Ustini stretchlab. Keyin tekin taksi bor, Toshkent aeroportidan qaytganda biznes taksi. Yana boshqa privilegiyalar bor. Juda qulay karta, lekin tavsiya qilaman. Aynan Capital bankdan olishni tavsiya qilaman, chunki ichida depozit qo'yilmaydi. Aytganimdek 200 ming so'mga ochdim. 6 million оборот qildim. Shu bilan biz kirdik SIPga. SIPdan ishga chiqib oldik. Restoranga o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli qilib qo'yishgan. Narsalari ham ko'p deyapti. Mana birinchi marta kiryapman. Biz ko'ramiz nimalar bor. Nimalar yo'q, hammasini ko'ramiz hozir. Mana shunaqa narsalar bor ekan, mevalar, sir, kolbasalar, pomidor, bodring, somsalar bor ekan, non, juda chiroyli. Fibr juda ko'p. Ajoyib. Suv ovqatlar ham bor ekan. Birinchi menyodan keldi. Apelsin sok, yablочный sok, kofe bor. Vino, choy ham bor, choy bor. Hamma narsa bor. Pepsi, bezgaz suvli, gazli, Mirinda, 7up, hamma narsa bor. Ovqatli narsalar bizga kerak emas. Zo'rlarga. Ko'p ichadigan narsalar hammasi bor ekan. Bizdan boshqona nazoratda o'tib ketamiz. Asabdagi o'ziga chiqib qo'yapti. Juda zo'r, ikkita odam, bardak yo'q, ajoyib. Hozir biz Istanbuldagi lounge zonaga kirdik, viza karta orqali, viza kompanion orqali kiraverishda QR kod ko'rsatsanglar, sizlarga dostуп beradi, kirasizlar. Kirganda mana shunaqa kutish zali bor ekan. Mana bu yerda ovqatlanadigan joylar bor, shvetsskiy stol ham bo'ladi. Tahil stulları. Juda katta lekin juda zo'r ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonnikidan juda katta. Yana dushlari bor ekan, o'zining ichida. Dushlar, shvetsskiy stol, tekin internet. Yana shunaqa qulay joylari bor. Mana shunaqa ovqatlanadigan joyda mana shvetsskiy stolda har xil ovqatlar bor ekan. Bilmayman bu nima ovqatlar, lekin mana o'zimizda sabzilar, bodringlar, zaytun bor ekan, pomidorlar. Yo'qda ham bor hali. Nonlar, ichimliklar. Yana o'tiradigan joy bor, katta. Odam ham ko'p ekan. Zo'r ekan bu joy. Juda go'zal. Kelishinglarni tavsiya qilaman bu joyga. Samolyotinglarni kutib, mana shu yerda bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Hammasi bitta viza karta orqali tekinga hal bo'ladi, eng qizig'i. Shirinliklar bor ekan. Variantcha unaqa xilma-xilmasu, lekin yomon emas. Yaxshi. Bu yoqda ayron, kola, har xil ichimliklar, choylar bor ekan. Hop, mana bunaqa ovqat oldim, to'g'ri ovqat, pomidor, fyusti oldim, ayron oldim. Chechevishli sup bor ekan. Bodring, sabzi, yana mana shu ovqat bir xil ovqat bo'lar ekan bu yerda. Lekin yomon emas. O'zbeklik degan ovqat kamroq ekan u.
lekin topsangiz bo'ladi bu narsalarni. Har holda hamma narsa bu yerga kirib tekin ovqatlanib ketasiz samolyot uchadigan vaqtgacha.